O'rtoqlar, siz izlagan kottejga kelganmiz, ya'ni juda ham ajoyib qurilgan, ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda tashqi tarafdagi hojatxonasi va yuvinish xonasi joylashgan oshxonamiz. Bu yerda darvozaxonaga bemalol 3 ta mashina ketadi. Endi ichkarilarini tushuntiraman. Tashqi taraflarini ham ko'rishingiz mumkin. Tashqi taraflari ham ajoyib qurilgan. Joyiga keladigan bo'lsak, joyi Omad magazin, ya'ni Hamrobobo to'yxonasi, Shahrisabz kitob yo'lidagi Hamrobobo to'yxonasini yonidagi ro'parasidagi kottejlardan desak bo'ladi. Bu tarafda bitta xonamiz bor. Xonalarni ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerda mehmonxona, ya'ni mehmonxona debman, mehmonlar kiradigan joy qilingan. Bemalol kelib, mehmonlarni o'tirg'izib, kuzatsangiz bo'ladi. Bu yerda bitta spalnimiz va bu tarafda yana bitta spalnimiz joylashgan. Hamma narsasi ajoyib. Bu yerda esa bitta detskiy xonamiz, ya'ni yashashga hamma sharoiti qilingan. Ya'ni ichkaridagi sanuzellarni ham ko'rishingiz mumkin. Sanuzellar ham juda ham ajoyib. Aristonlar o'rnatilgan, suv, gaz, svetdan muammosi yo'q joy. Lekin bu uyga hech kim yashamagan. Bu yerga nimalar yotqizilgan ekan. Hamma narsasini ajoyib qilgan, qarang, ham burchatkalar terilgan. Bu tarafga ham hamma narsasini chotki qilingan. Faqat bitta tozalaysiz, gilamlar to'shaysiz va yashaysiz. Bu yerga esa zeleno zonasi ham kengina. Endi sizlarga, ya'ni ayollar ko'radigan joyga kelyapmiz, ya'ni oshxonamiz. Oshxonamiz ham juda ham ajoyib. Ya'ni atdelligina qilingan. Mana oshxonani ko'rishingiz mumkin. Oshxona qismimiz ham juda ham ajoyib. Keng, o'tiradigan joy, sherga bemalol choy ichib, keyin bemalol ishga ketsangiz bo'ladi. Bu tarafda sizga bu yerda mana qarang, bu yerda kotornilari, motorlari o'rnatilgan, ya'ni suv tortadigan motorlar. Bu tarafda esa hojatxonamiz, tashqi tarafdagi hojatxonamiz joylashgan. Suvlar muammosiz, mana suv kelib turibdi va bu yerga hovuz ham qilib qo'yibdi, ya'ni domlarda bak qo'yiladi, o'zimizda esa hovuz qilib qo'yibdi. Hovuzga bemalol mana hovuz o'zi to'lib, avtomatik to'lib, o'zi o'chiradigan joy qilingan ekan. Mana shunday uy izlaganlarga bu videoni jo'natib tashlaymiz. Bizga like bosmasalaring bo'lmaydi. Bizga podpiska bo'lib qo'yinglar. Podpiska bo'lmaganlar, podpiska bo'lmay kuzatayotganlarga bizga podpiska bo'lishini so'rab qolamiz va narxiga keladigan bo'lsak, narxini 750 million so'm deyishyapti. Savdosi bor, kelib savdo qilib olishlaringiz mumkin.